Hammaga assalomu alaykum, Xorazmiylar kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Urganch tumani Paxtakor qishlog'ida 276 kvadratli yer o'rni sotiladi ekan. Kelinglar sizlarga hozir adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Paxtakor yo'lida kollejdan eski kollejdan kelayotganlaringizda o'ng tomoningizda masjid chiqadi. Do'stlar, adresini aniq tushuntiradigan bo'lsam, Paxtakor ko'chasi, bundan masjidimiz bo'ladi. Masjidda o'tganlaringizdan o'ng tomona, yop bo'yi bilan o'ng tomona kirib boraversa, o'ylab xullas 600 metr girganlaringizdan bizga yer maydonimiz chiqadi. Masjiddan o'tib yopa 7000 o'ng tomondan aylanib, где-то 600 metr ichana kirib kelasizlar. Shu kirib kelganingizdan bu tomoningizda yop bo'ladi. Xudo xolasa dacha uchun planlashtirilgan ekan. O'sha yerlarini unda deb topchon etib, yopdi polностью o'tiradigan taqlasa bo'ladi ekan. Bu andana qo'ng'ishlar taqlab ketdi. Bu yerni hozir ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib dacha uchun joy bo'ladi. Xohlasangizlar, bu yerni uyatib qursangiz ham bo'ladi ekan. Kelinglar yakiraqda sizlarga joylarimizni ko'rsatib o'tsak, bu yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q ekan. Hamma narsasi kelib turibdi, o'tib turibdi. Xullas, dokumentidan muammo yo'q. Oldi sotdi, aytib shartnomasini to'layverasizlar. 276 kvadrat. Bangizda o'zini qo'ng'ishlar yashab turibdi. Bu yerda aholi bor. Aldingizda bir bog' aytib turib, Toshkent stilda orqa tomonimizda polni uy etib bersangizlar ham bo'ladi ekan. Joyimiz polni egadan. Bu yan tomonni orqa tomonda qo'shnilarni qurib ketdi ekan. Men o'zi sizlarga oldi sotdi aytganimda taqlab beradilar polnosti bir devorlarimizni olib. Belni haddisi shu yo'ldan kelaversangiz-da, o'sha yerdan ina o'sha rekadon bo'ladi ekan. O'sha yerdan oxiri haddi. To shu zaboradan. Bu devorlarimizni polni sklatlarni olib tashlaydilar. Ekranda egani nomeri bo'ladi, bemalol telefon urib bog'lanaverasizlar.